Carmen Plus'un oldidan 3-qavat 2 xonalik kvartira yangi domdan 2 tomonlama proyektda sotuvga qo'yilyapti. Maydoni 65 kvadrat, 2 ta xonamiz. Bu yoqda chiroyli oynalar qilingan kiraverish eshigi oldiga, bu yoqda kiraverish eshigini o'zi, g'azdelni sanuzul xonalari hamda uy bekalari yaxshi ko'radigan oshxonadan ko'rishni boshlaymiz. Zakaznoy garniturlar akrildan bo'lgan, katyollar issiqlik tizimi uchun o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda ovqat pishirish uchun plitalari, ustida vitishkalari, kir mashina, moyka, xolodilnik, mana bu qismiga o'tirib ovqatlanadigan zona qilib qo'ysa bo'ladi. Davom etamiz. Qimmat kafillarda ishlovlar berilgan hojatxonasi suv isitgichlargacha o'rnatilgan. Oldida yuvinish xonasi, chiroyli sensorli oynalari bilan birga. Kvartiramizning yotoqxonasi chiroyli qandil, parda, gilamlar qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda prixoshka qilib qo'ysangiz bo'ladi va so'nggi ikkinchi xonamiz chiroyli qandillarda. Bu yoqda derazalarimiz, televizorlar, TV zonalari bilan birga. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 3-qavatdan 65 kvadratli 2 xonalik kvartira sotuvda.